Xayrli kun do'stlar, men Botir Xorisov ham siz Totar qizi konkursi blogining ikkinchi chiqarilishini qaraysiz. Totar qizi konkursi Rossiyaning 30 tubagida ham shulay Qozog'iston bilan Vengriyada da o'zdi. Konkursning finali Qozonda, Tatneft arenada. Uzgan chiqarilishda biz Jilla Astraxanda bo'ldik. Hozir Sibirga Omsk shaharına yol tutamiz. Chain harness the charming, fly 'em like a bird, like Nelly Furtado. Shit, pop your bottles, toast and scream cheers. Get your two-step, cause it's the record of the year. Nigga that brought you ice creams, 2 for a pair. Officially announcing this is warfare, cause back in the day, my clouds was gray, and it seemed like my angels couldn't blow them away. But then I sold my first verse and copped that NSX, but I was still riding in them thin-ass jets, but now. Omsk ülkesinde 42.000 Totar yaşayım. Omsk ülkəsinin tünyağında 8 Totar rayonu yaşab kile. Omsk ülkəsindəki Tor şəhəri kişisi Abdurashid Ömer oğlu İbrahimov Yaponiyaga birinchi bo'lib islom dinini olib kelgan. Sibir ham Qozon Totarlari Omsk ülkəsində yaşayı. Почему ты решила принять участие в этом конкурсе? Я не знаю, это так все спонтанно получилось. Апам шақырды. Senin әнең битінде үзең әйткәнчә ул татар түгел, әйбит. Ул яртылаш грек, яртылаш рус. Өйдә гел татарча сөйләшәсез. Өйдә татарча сөйләшәбез. Хәзер репетицияга юл тотабыз. Rahmat yigitlarimiz, qizlarimizga xayrli kun qavatdan hurmatli do'stlarimiz. Endi shu aytib biz sizning bilan boshlovchi bo'lamiz. Yazın kıvır taşı bu grevimler sen saf kovanı tutarıp yaşayıp bir uyanam kan yılmayan günler bir sadat var günde hazır adım yazarlar. Ey dünya kendini bilen birge. Ey dünya sikir meni bilen izge. Hozir biz jinguvchi qiz bilan yaqinlanroq tanishashaqmiz. Nechik singha birinchi o'rin ham tatar tilin yaxshi biluv diplomini olib. Танцевала, эмоции переполняют. Вообще не могу с мыслями собраться, еще не могу прийти в себя после всего происходящего. Ты ожидал то, что ты станешь победительницей и выйдешь в полуфинал этого конкурса? Я не ожидала. Когда я шла на этот конкурс, я не предполагала, что он будет на таком уровне, и что далее ехать нужно в Казань на всемирный Топар КЗ. Готова ехать на полуфинал в августе? Думаю, готова. Готовиться, стараться. Birinchi belgidan so'ng shunda meni o'zingda bormi his men polfinalni o'tib te finalga o'tashakman degan. O'zingda mana shunday kuch bormi senda? Men birinchi to'para bu konkursga qatnasham, necha bu o'tkaziladi na международном уровне aytolmayman deb. Butun qizlarga nima tilaklaring bor? Bizda matura, xalq qizlar dik biz ular bilan do'stlandik bu kunlarda konkursga hozirlanganda. Men bek shod, что ular bilan tanishdim. Jinguvga loyiqli deganda seni ko'zlaringga yoshlar kelmadimi? Keldi, yig'lading? Bek shod. Bek rahmat. Rahmat sizga. Omskda jinguvchi qizimizni Qozonda avgust oyida yarim finalda kutamiz. Kelasotnaga biz Tomsk shahrina borashaqmiz. Do'stlar, bizning kanalga qo'shiling'iz, like'lar qo'ying'iz, kommentariyalar yozing'iz. Ham albatta endi qo'ng'iroqqa bosirga unutmag'iz.
Норм? У тебя настроение классное, да?